Assalomu alaykum qadrlik anglag'uvchilar. Misrlik yozuvchi Muhammad Ahmad Jadul Mavlaning Qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz. Nuh alayhissalom. Nuh alayhissalomning qavmi uzundan beri butga cho'qinib, butni iloh deb qarab kelgan edi. Ular butun baxt, saodat va omon esenlik tilaydi. Turmushdagi hammani uning ilkida deb qaraydi. Ular butni har xil atishadi. Ba'zida uni Vat, Suvai, Yag'us deb atasa, ba'zida Ya'uq, Nasri deb atashadi. Chunki ular nodon, bilimsiz edi. Shunga Alloh o'z elchisi Nuh alayhissalomni ularning orasiga evatdi. U ishti tamkin, ichi qorni keng kishi edi. Yana kelib Alloh taolo uningga sabr, toqat va qobiliyat ato qildi. U o'z qavmidagilarga Allohga e'tiqod qilishni murojaat qilsa-mu, biroq ular buni qat'iy rad qiladi. U o'z qavmidagilarni Allohga itoat qilmaganlar o'z jazosini yeydi degan gap bilan ogohlantirsa-mu, ular buni anglab turib anglamasga soladi. U bu ishning foyda ziyinini tushuntirish orqali ularga nasihat qilsa-mu, ular yanada quliqini yo'pirib olib anglamaydi. Nuh alayhissalom ular bilan munoziralashadi. Yaxshi gap bilan nasihat qiladi. Ularning uyg'onishini kutadi. O'zi qilchi bo'shib qolmaydi va noumid bo'lmaydi. U har xil yo'llar bilan o'z e'tiqodini tashviq qilib, o'z burchini ado qilish uchun tirishadi. U tunni kuniga ulab hammani yerga berib, oshkora yoki maxfiy chaqiriq qiladi. U o'z qavmidagilarning koinotning sirini, ya'ni qorong'u kechini, yulduzliq osmonni, quyosh, oy, daryo iqillarning harakatini, yer zaminni, o'simlik va meva-chevalarni aniq kuzatishga undaydi. U ishonchli dalil isbot va jonliq til bilan o'z qavmidagilarga barcha narsani bir iloh Alloh taolo yaratgan deb tushuntiradi. Nuh alayhissalom ana shunday kurash qildi. Ana shunday so'zladi. Bir mazgil o'tgandan keyin oz sondagi bir qism kishilar uning e'tiqodini qabul qilib, uning payg'ambar ekanligiga ishondi. Lekin martabalik isilzodalar yana shaytonning orqasiga kirib qaymoqib, Nuh alayhissalomning so'zlariga quloq solmadi. Texi til biriktirib Nuh alayhissalomga qarish turdi, masxir qildi, uni ahmoq deb qaradi. Ular Nuh alayhissalomga mundoq dedi: "Sen bizga o'xshashli oddiy odam, qavmimizning bir a'zosi. Agar Alloh taolo bizga bir payg'ambar avatadigan bo'lsa, farishtalardan birini avatgan bo'ladi. Shundoq bo'lgan bo'lsa edi, biz uning gapiga kirgan, uning diniga ishongan bo'lardik. Qara, sening amr ma'ruflaringga ishongan odamlar qandoq odamlar? To'g'ri ishlar bilan shug'ullanmaydigan, past, nodon, chakana odamlar. Agar sening so'zlaring to'g'ri bo'lgan bo'lsa, hukm qilish iqtidoriga ega bizdek aql egalari sana ulardan burunla ishongan bo'lardik. Bu odamlar yana hilgarlik bilan munoziralash mundoq deyishdi. Ey Nuh, biz sening va sana ishonguchilarning bizdan ustun ekanligini bayqamadik. Mayli aqli kuch, yiroqni ko'zlash, boshqarish iqtidori jihatdan bo'lsin, yoki tirikchilik qilish va kelgusini oldin ola ko'zitish jihati bo'lsin, sizlar bizga yetmaysizlar. Bizningcha sizlar haqni aldayapsizlar. Nuh alayhissalom ularning bu qalaymaqon jo'ylishlari bilan aql o'shini yo'qotib qo'ymadi. Balki boshdan oyoq sagak turdi. Ularga javob berib mundoq dedi: "Buni sizlar ko'ra olamdinglar. Agar men samimiy tashviqotim bilan Allohning borlig'ini isbotlaydigan bo'lsam, u menga shafqat qiladi. Biroq sizlar hech nimani bilmaysizlar. Sizlar kunni olqininglar bilan to'sib boqqanmidinglar? Qo'linglarni so'zib, osmondagi yulduzlarni o'chirib boqqanmidinglar? Men sizlarni majburlamayman. Sizlarni zo'rmi-zo'r ep kelib, Allohga e'tiqod qildirish huquqimmi yo'q, albatta." Bu odamlar Nuh alayhissalomga dedi: "Sen bizni tavba qilib, o'z tashabbuslaringga qo'shilsin, meni qo'llasin deydigan bo'lsang, sen o'zingga agashtirib yurgan ashu qog'i quzg'unlardan voz kech. Biz ular bilan bir so'rinda turolmaymiz. Ular dasigan yerga dasimaymiz. Biz yuqori bilan tuvan, isil bilan past, hukmronlik qilg'uvchi bilan hukmronlik qiling'uvchi ayrilmaydigan diniy mazhabga qandoqmi qatnasha olamiz? Men tashabbus qilayotgan e'tiqod hammanglarga mansub. Uningda yuqori tuvan, isil past deb ayrilmaydi", dedi Nuh alayhissalom ularga tushuntirib.
Oranglarda nomi chiqqanlar bilan nomi chiqmaganlar, boylar bilan kambag'allar, rahbarlik qilguvchilar bilan rahbarlik qilinuvchilar hammasi teng barobar. Agar men sizlarning talabanglarga qo'shilib, ulardan voz kechish badaliga orzuyinglarni amalga oshirsam, o chaqda men dinni tarqitishda, vazifamni o'rindashda kimga tayinaman? Bu odamlar bay'at qildi. Ular mening e'tiqodlarimga cho'nqur ishonch bildirdi. Men menga ishongan va meni qo'llaganlarni qandoqmi haydab etalayman? Sizlar meni johillik bilan rad qilyapsizlar va inkor qilyapsizlar. Lekin ular bo'lsa dinning turiki, Allohga e'tiqod qiluvchilardir. Uning ustiga kunlarning birida ular Allohning oldida menga qarshi tursa, menga vafoga jafo qildi deb norozilik bildirsa, mening holim nechik bo'la? Qani deb yiqinglarchi? Bundaq qilish to'liq hamoqatlik emasmi? Ular bilan Nuh alayhissalom o'tirishga munozara bag'ansir keskinlashdi. Ixtilofmi bag'ansir ulg'aydi. Shuning bilan ular zerikib, chidab turolmay Nuh alayhissalomga: "Ey Nuh, biz bilan ko'p munozirlashding. Nihoyat ko'p munozirlashding. Agar rost so'zliguvchilardan bo'lsang, bizni qo'rqitgan azobni tushirgin" dedi. Sura Hud 32-oyat. Nuh alayhissalom dediki: "Sizlar bakmu ahmaq, nodon ekansizlar. Men qandoq odam? Men sizlarni jazolay olamdim yoki sizlarni jazodan qutuldira olamdim? Menmi sizlarga o'xshash odam. Biroq menga bishorat bo'ldiki, sizlarning ilohinglar bir. Men sizlarga topshirilgan farmonni yetkizdim. Ba'zida sizlarga xushxabar yetkizdim, ba'zida sizlarga beriladigan ogohlantirishni olib keldim. Bularning hammasi Alloh taolaning o'rinlashtirishi bilan bo'ldi. Alloh taolo iroda qiladi ekan, sizlarga hidoyat qiladi. Xolisi sizlarni yenik jazolaydi, xolisi eg'iriltib jazolaydi. Payg'ambarlar umuman o'z burchini to'liq ado qilish uchun Allohning iltifoti bilan xilma-xil ornumuz, azob kulfatlarga bardoshlik berish xususiyatiga ega qilingan. Ular ko'ngil ko'ksini keng tutib, kishilarning fitna ig'vo va tuhmatlarga pisand qilmay, to'lib toshgan ishonchi bilan qaysirona kurash qilgan. Bu kishilarni Allohning oldida qig'idek gap topolmaydigan, gumrohlarni payg'ambarlarga qarshi turg'idek sabab topolmaydigan holga tushirish uchundir. Nuh alayhissalom Allohning jimi payg'ambarlarning sardori qatorida o'z qavmidagi kishilar bilan 950 yil yashadi. U xilma-xil tuhmat va masxirlarga bardoshlik berdi. Kishilarning uyg'onishini va tavba qilib qaytib kelishini kutdi. Qisman kishilar uning chaqirig'iga itoat qilgandan boshqa, qolganlar borgansiri tars olishib uningga qarshi turdi va uning tashviqotidan bezor bo'ldi. Faqat mushu chaq kelgandilar u bu ishdan umid qilmaganligini sezib, noiloj holda Allohga iltijo qilishga majbur bo'ldi. Allohga iymon keltirish uchun yetaklashga amalsiz qolgan bu kishilarga qandoq muomala qilish ustida Allohdan yo'l ko'rsatishni talab qildi. Alloh taolo uningga: "Qavmingdan ilgari sana iymon etganlardan boshqa yana iymon etquvchilar hargiz bo'lmaydi. Shunga ularning qilmishlari sababli qayg'urmagan" dedi. Sura Hud 36-oyat. Nuh alayhissalom u kishilarning kaj ekanligini to'nib yetdi. Ular yo aniq dalil isbot oldida bosh egmaydi, yo Allohga iymon keltirmaydi. Shunga Nuh alayhissalom savr qilolmay Allohga iltijo qilib mundoq dedi: "Rabbim, yer yuzida kofirlarning birini qo'ymagin. Agar ularni qo'ysang, shubhisizki ular bandilaringni ozdiradi. Ularning topgan bolalarimi faqat axloqsiz va kofir bo'ladi." Sura Nuh 26-27-oyat. Alloh taolo Nuh alayhissalomning duo talablarini ijobat qildi va uningga bishorat berib bundoq dedi: "Bizning ko'z oldimizda vahiyimiz bo'yicha kema yasig'in. O'zlariga zulm qilganlar to'g'risida menga so'z ochmag'in, chunki ular cho'qim g'arq qilinadi." Sura Hud 37-oyat. Nuh alayhissalom Allohning bishoratini olgandan keyin shahar sirtidagi pinhon bir joyga berib, taqtoy va mix tayyorlab kema yasashga kirishdi. Shundaqdimi u yana kishilarning masxirasi va dashnomlaridan xoli bo'lolmaydi. Ba'zi odamlar Nuh alayhissalomga ta'na qilib: "Ey Nuh, sen burun o'zingni payg'ambar va Allohning elchisi deb yuratding-ku. Endi qandoq bo'lib yog'och bo'lib qolding? Sen vaz nasihatlaringdan voz kechdingmi yoki yog'ochchi bo'lay dedingmi?" deyishdi.
Yana ba'zi odamlar, sen dengiz daryolardan shuncha yiroq tursan, yasigan kemangning nima foydasi? Sen bu kemani kalaga so'ratmoqchimi yoki shamol bilan mang'uzmoqchimi? deyishdi. Nuh alayhissalom ularning masxirasi va qalaymaqon jo'yilishlariga parvo qilmay, agar sizlar bizni masxir qilsanglar, sizlar bizni masxir qilgandek bizmi sizlarni cho'qim masxir qilamiz. Xor qilg'uvchi azobning kimning ustiga keladiganligini, doimiy azobning kimga tushadiganligini pat yaqinda bilasizlar dedi. Sura Hud 38-39-oyat. Nuh alayhissalom so'zlab poplik kiyim yasash bilan bo'layverdi. U taxtayni o'rlashtirib, bir-biriga juplab tutashtirib, puxta bir kema yasab chiqib, Allohning amrini kutib turdi. Alloh taolo uningga bishorat qildi. Buyruqim yetib kelgan va yer yuzidan suv etilib chiqqan chaqda sen iymon etganlar bilan qish aqrabolaringni elib kemaga chiqqan va har xil hayvonlardan erkak kishi bo'lib bir juftini elib olgin. Osmondan qattiq yomg'ir yog'di. Zimindagi buloqlardan suv urg'ib chiqdi. Zimindagi egizliklar to'pon ostida qoldi. Nuh alayhissalom Allohning amri bo'yicha odam va hayvonlarni kemaga soldi-da, Allohning panoh bo'lishi bilan kemani haydadi. U kemani goh suvning eqish tarafga, goh suvning eqishiga qarish tarafga haydaydi. O'rkashlagan to'lqinlar gumrohlarni g'arq qilyapti. Kelkun suv ularning guristonligi bo'lsa, suv ko'piklari ularning kepallariga aylandi. Ular o'lim bilan ilishgan bo'lsa-mu, lekin o'lim oxiri ularning ustidan g'alaba qildi. Ular to'lqinlar bilan ilishgan bo'lsa-mu, lekin to'lqinlar oxiri ularni yutibdi. Nuh alayhissalom kema ustida o'ltirib bo'layotgan barliq ishlarni kuzatmoqda edi. Birdilla o'zining o'g'li Kanonni ko'rib qoldi. Kanonga Allohning jazosi yetib kelgan edi. Chunki Kanon otasidan o'zini qochirgan va otasining diniga nafratlangan edi. Kanon to'lqinlar ichida tirishib-tirmishib tog' ustiga yoki o'z jinini qutuldirolg'idek bir egizlikka uzib berib olishga tirishayotdi. Lekin o'lim borgansiri uni qistab kelmoqda edi. U to'pon balasi ichida hozirlik g'arq bo'lib ketadigandek bir ahvolda edi. Buni ko'rib Nuh alayhissalomning ichi bekmi og'rib ketdi. U o'g'liga qarab to'ladi. U o'z ovozining o'g'lining qalbiga ta'sir ko'rsatishini va uni birdan-bir iloh bo'lgan Allohga bayat qiladigan qilolishini bekmi umid qiladi. U o'g'liga qarab: "Ey o'g'lim, biz bilan birga kemaga chiqqan, kofirlar bilan birga bo'lmagan" deb to'ladi. Sura Hud 42-oyat. Lekin Nuh alayhissalomning so'zi o'g'liga ta'sir qilmadi. U o'zini bu cho'ng balodan qutulib keta olayman, taqdirning changildan chiqib keta olayman deb qaraydi. Shunga otasiga: "Meni suvda g'arq bo'lishdan saqlab qoladigan bir tog'ning ustiga chiqib olaman" dedi. Sura Hud 43-oyat. "Ey bolam", dedi Nuh alayhissalom ichingan holda. "Bugun Alloh taolo rahim qilgan odamdan boshqa hech qanday odam uning jazolashidan qutulib qololmaydi" dedi. Sura Hud 43-oyat. Nuh alayhissalomning gapi tugamayla o'rkashlab kelgan to'lqin oti bola ikkalanni ayiribdi. Nuh alayhissalomning o'g'li endi ko'rinmay qoldi. O'g'il otining yurak parisi. Oti bo'g'uchi o'z o'g'lining suvda g'arq bo'lib ketayotganligini ko'rganda intayin azoblanadi. Shunga Nuh alayhissalom darrov Allohdan o'g'liga omonlik tiladi. "Ya Rab, o'g'lim mening oilamdagilardan edi. Sening va'dang albatta haqdir. Sen haqiqatan eng to'g'ri hukm qilguvchisan" dedi. Sura Hud 45-oyat. Alloh taolo Nuh alayhissalomga bishorat berib dedi: "Ey Nuh, darvaqa u sening qish aqrboring. Lekin u yomon ishlarni ko'p qilgan ismi jismiga loyiq gumrohdir. Sen faqat iymon keltirganlarnila, sening payg'ambarligingga ishonganlarnila, chaqirg'inga ovoz qo'shganlarnila qish aqrboring qila olaysan. Men sening haqiqiy oila, qish aqrbolaringni qutuldirishga va'da qilganman. Mu'minlarga yordam qilish bizga tegishli bo'ldi." Sura Rum 47-oyatning bir qismi. Sening payg'ambar ekanligingga ishonmagan, Parvarishgoringning so'zini inkor qilgan kishilarni sening qish aqrbolaring deb hisoblag'ili bo'lmaydi. Ular sening histoshlik qilishingga arzimaydi. Ular sen bilan qandoshlik munosabati bo'lgandimi, muqarrar holda tegishli oqibatini ko'rdi. Ular to'piliklarga uzib borgan taqdirdami qechib qutulolmaydi.
Sen aniq bilmagan narsangni mendan so'ramag'in. Men sening joyillardan bo'lmasligingni nasihat qilaman dedi. Sura Hud 46-oyatning bir qismi. Nuh alayhissalom mushu chaqdala ikki ko'zining rahim qilish, ich og'irtish bilan to'silib qolganligini, Allohning uni va iymon baja keltirgan kishilarni qutuldirganligiga opirin va tashakkur etish lozimligini, shuning bilan bir vaqtda Allohning ashu gumrohlarni suvga g'arq qilayotganligiga tashakkur etishi lozimligini sezdi. U o'z xatoligiga Allohdan mag'firat tiladi. Ya Rab, men bilmagan narsani so'rashdan sening panoyingga sig'inaman. Agar menga mag'firat qilmasang, ziyon tortquchilardan bo'laman. Sura Hud 47-oyat. Bu chaqda to'pon suyining turtishi bilan xilili yiroqlab ketgan Kanon oxiri suvga cho'kib ketdi. Ish Allohning irodasi bo'yicha bo'ldi. Gumrohlarning hammasi g'arq bo'lib tugashdi. Yomg'ir to'xtab, kalkun suyi zaminga singib, Nuh alayhissalomning kemasi juddatiga ustida to'xtadi. Ba'zilar Alloh gumrohlarni bizdan yiroq yerga iqtivatsin deyishdi. Nuh alayhissalomga vahiy keldi. Ey Nuh, endi sen quruqlikqa omon esan bag'in. Sen o'zingga bo'ysungan va iymon keltirgan kishilaring bilan baxt saodat tepib, Allohning xayri xoliqi va iltifotiga musharraf bo'lasan. Diqqat berganingizga rahmat.